Pek çıqqanlar saçını kettanlar yangi mushukni uyga kelganda qanday baqsaq yaxshi boqqan bo'ldi deb. Ama o'zim yangi mushuk boqqanligiga azroq taklif fikrimni yegizib qo'ydim. Agar vaqtingiz bo'lsa, videoni boshdan oxiriga ko'rsangiz bo'ldi. Agar vaqtingiz bo'lmay qolsa, eng so'zlab olib beribmish videoni. Shu yerga rasmni qo'yib qo'ydim, o'shani saqlab olsangiz bo'ldi. Bu birinchisi mushuk sotilish. Bu siz qanday mushuk ilishingizdan qat'iy nazar eng avval shu uyda beqilayotgan mushuklarningki baldirilib qolsa, shuni beqib olsanglar, o'shamdan yaxshi. Endi undan qolsa shu armakalar dukuni. Armakalar dukundan kapolatlan o'zingni tutib beqib, silab beqib olalaysizlar. Endi men vaqtim chiqmaganda ya bundan mushuk baqdim deb o'zingni tanlab, xillab oldigan bo'lsa, tordan setib olsanglar, tordan setib olgan mushuklarni kapolatlan olasanglar, yaxshi mushuklar bor yana. Lekin og'riq mushuklar qolsanglar, yana o'zingni jabba tatib qolsizlar. Ikkinchidan mushuklarni yemini tanlash. Bu yemni qanday tanlaymiz deganda, bozorda marka bakchiq. Mening tavsiya qilganim 1 yoshlik mushuklarga yo'q oling. Ondan 1 yoshdan 7 yoshgacha mushuklarga chingni ham oling. Ondan 7 yoshdan alg'an mushuklarga lonni ham oling. Endi bu tordan izlab yavatgan molyaningki mushunchik ariyamagan bo'lsa, qancha yoshdan qancha yoshga yeydi deb. Endi yaxshi emasken deb o'ylab qolsangiz bo'ldi o'zingizlar. Haqiqiy yaxshi qila oladigan molyanlar endi ariyalaydi. Nima uchinchisi mushukning ushaq-tushak yemekliklari. Ya'ni biz odatda biladigan moto deymiz, ondan guanto deymiz. Endi bu narsalarni biz faqat tavsiya qilmaymiz. Mushukning yemiga ham kutsanglar, bunda ushaq-tushak narsalar faqat zarurat yo'q mushukka. Endi bozorda manchi qaltisi manchi qo'yib sassa voy azankinib olib bersizlar. Uni orasiga nemarlashtirdi ham mushukni yeb boqmagan narsa bo'lgan ekan. Uni orasiga puroqlar aralashib bilan bagigiz kelib kelsa, amroqkin deb olib berib, jiq kesallar shu ashnasildan chiqadi. Shuni oz beringlar, yaxshisini bersangiz bo'ldi. Bak azini bermanglar. To'rtinchisi quritilish, ya'ni chuchun. Buni badan sirti va ichida qaraymiz. Biz odatda qishiltirgan shu xaylamyo, to'qoshin, ayvoka, undan yo'chun aydigan markal bor. Uni burun baq qimmatli bu markalar. Hozir bahs bak chiqib ketdi. O'zing tordan deb ishlatsangiz bo'ldi yoki doktorxonaga borsangiz yetarli bo'ldi. 5-inchisi mushuk boqadigan muhit. Endi uyga yangi kelganda mushukni qup-quruq hech narsa yo'q uyga solib qo'ymaymiz. Bir mushukni vaqtidek yavlab qolsa, endi oldirab qo'qib ketmaydi. Yana birga uydagi muhitni pak tutamiz, qurg'oq tutamiz. Bak namiyalik solib qo'ysak bo'lmaydi mushukni. Igizga yamshadigan sharoit bo'lsa, shuni qilib qo'ysangiz bo'ldi. Mushuk zerikib qolmaydi. 6-inchisi mushukning qumi, ya'ni mosha. Buni qanday tanlaymiz deganda, bu qimmat moshalar 70-80 koy bir qop, azallari 15 koy, 20 koylik turba. Eng azini pishlatsangiz bo'ladi. Lekin kunda bir qitim tozalamasak, mana sudi ko'lduncha taq chiqadigan ish bor. Shunga kunda bir qitim tozalanglar moshasini. 7-inchisi mushuk tamiratkisi, ya'ni motion. Bu kasal odam yuqadigan kasal. O'sha mushukning badanidan bayqab, o'zingizning badanidan bayqab qolsangiz, dorixonaga chiqib odamniki Tongkanzo'ranga bir dori bor. Shuni kelib o'zingizga ishlatsangiz bo'ldi, mushukning ishlatsangiz bo'ldi. O'sha mushukning tamiratkisini saqlaydigan dori bu. Agar yuz ko'zlari, bo'yallari badaniga nurg'un yaldan mushta tamiratkisi kelsa, buningga badanning sirtidan dori ishlasak ham foyda qilmaydi. Ig'izdan yigizdigan dori bor, shuni yigizimiz. Shuni bak ig'ilab kelsa, doktorxonaga olib doktor dori yozibdi. 8-inchisi quloq qanisi, ya'ni irman. Mushukning kunda bakat olmay aqib bilan qulqini tatlab tursa, bir qulqin ko'rib yiqqan. Agar qulqini ichida qop-qora maynatdan sulab qolsa, unda 180% irman bo'lgan bo'ldi. Irfling degan bir dori bor, shuni elib ishlatib, kunda qulqini tozalab bo'lgan keyin mush dorini temitib qo'ysanglar, 7 kundan 15 kungacha unum berdi. Saqib ketsa yaxshi, saqaymay qolsa, doktorxonaga olib tashib ketinglar. Boshqa kasallar bo'lishi mumkin. Konildan bir gapi bor. Azan go'shtining sho'rpisi yo'q deydigan. Ilqi balamdek boqma, unda papilab boqma, bunda papilab boqma deb ektislar mushukni. Endi bir mazgil o'tgandan keyin ekilsizlar, bu nim bo'ldi deb uqmadim, uyda tamoq yemadi-do yo unda og'rib qoldi, bunda og'rib qoldi. Biz tashib ko'rsak bir tog'a kasal chiqadi. Ham kasal deganning
asosan jiqqan shu ig'izdan cho'kdi badaniga. Shunga bir narsa yetib olganda bahasiga diqqat qilamiz. Eng muhimi suftiga diqqat qilamiz. Shunga azan naslib xo'sh qilib qo'yadigan mushkim degan bilan bir vaqtni o'zi xo'sh olgan bilan keyin yana jin og'irsa, ash becharaning o'zining jin og'riydi. Ammo ko'nglim og'riydi, og'rib qolsa. Bizning qishimizga kelib davolashsang shu yangi qo'ngligimiz ziyon. Shunga diqqat qilinglar bir narsa yetib olganda. Qanday shu bo'lsa siz shun qilinglar.